Ben Çislak 2022 yıl 9. ayının 18. günü vatandaş. Nime dedik? Uzarap gittiyse uzaklarda kıskartıp bir aya geldik. Endi sözümüzün 5 yıllık kaytaylı Li Jianshu ani yukarıda anlap öttüğünler Duma'da, Vladivostok'ta ve başka yerde Rusya'ya şunçilik yakınçilik kıldı. Sebebi nime? Men muşundak yakınçilik kılman Rusya Duma. Men sana muşundak kalıp tapşırman Prezident Vladimir Putin. Men seni sana şunda işinip geldim hem bunundaki şunda işinemen bütkel Rusya yakın evet ki Rusya Federasyası. Bu kadar siz Taşkent yayınma Samarkand'da ötküzülediğin Reis Xi Jinping olan Prezident Vladimir Putin yaxşı niyette, yaxşı iqbolda ve yaxşı kelgüsüge ümit varlık olan söhbet kurar. Bu yerdeki meseleme mi hazır kısım nemi dedim? Uygur meselesi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sahnesiga çıktı. Bununla Prezident Vladimir Putin ifade bildirdi, Yoshurun aldı ifade bildirdi, Samarkand ifade bildirdi. Bu meselenin Uygur meselesinin tarihini, ceryanını, kandak mesele işgalligini Reis Xi Jinping'in aldığı koydu. Aldığı koydu demez, burun koyulup oldu bu gap. Bugün el kılısız. Endi siz hal qilish bosqichiga bir nima deydigan bosqichga kirasiz Reis Xi Jinping. Agar Prezident Vladimir Putin mushundaq demagan bo'lsa, 15 kuni yarim kechada Reis Xi Jinping Beijingga qarab tikib etmaydi vatandoshim. Demak, Reis Xi Jinping ümidsizlendi. Kutgan umidi kutgan yerdan chiqmadi. Li Jianshuni Moskvaga opirib xushomat shaklida xushomat qilib yuqorqidagi so'zlarni qilib boqdi, hech qanday natija bermadi. Vladivostok so'zlab boqdi, hech qanday natija bermadi. Bu natija Cumhur Kompartiyasining nazarida Samarqandda berilishi, Samarqandda oydinlashishi kerak edi bu natija. Erishilmadi. Demak, nima ish bo'ldi? Masalan, prezident Vladimir Putin o'zining gapida lavzida ching turdi. Ehtimol bu yerda nima ta'siri bor? 2021 yil 6-oyning 16-janvar suhbati. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden, Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin janvar suhbati. Shu vaqtda prezident Vladimir Putin Amerika Qo'shma Shtatlariga nima va'da bergan bo'lsa, bu qatam Samarqandda ham shundoq va'da bilan Reis Xi Jinpingga javob qaytardi. Reis Xi Jinping 15-kuni ziyofatga daxil bo'lmay, kollektiv rasmga suratga tushmay, badar tikib etdi, Beijingga qaytib keldi. Ben bu shunday tahlil qildim vatandosh. Men hozir eg'izdan chiqqan so'zni emas, harakatdagi ifodani tahlil qilyapman. Endilikda gap Rusya Federatsiyasining Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Orliqda vakillar umigini boshlab Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'iniga qatnashadi deyilgan. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlari viza bermagan edi. Bugun aytganda mashashimni xabarga qaraganda Sergey Lavrov, Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov hozir Nyu-Yorkni ziyorat qildi yoki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'iniga qatnashadi. Shu orliqda Amerika davlat rahbari bilan ko'rishish mumkindir. Undaqda Lavrovning, Sergey Lavrovning ikkinchi vazifasi nima? Samarqanddagi suhbatning natijasini Amerika Qo'shma Shtatlariga yetkazish kerak. Vatandoshlar. Ben sizlerge so'zlab keldim leksiyada. Samarqandda Ukraina meselesi mavjud emas. İki davlat boshliqlari bu to'g'rida ig'iz ocholmaydi. Li Jianshu degan bu ikkinchi, uchinchi qo'l odam, o nima desa mayli. Davasinde, lekin uni aşı yo'l bilan Moskvaga evatib, Samarqandda natijaga erishmoqchi bo'lgan Xi Jinping natijaga erishamadi degan gap, muhim gap mana bu yerda. Endi Vladimir Putin nima dedi Xi Jinpingga? Xi Jinping Samarqandda nima dedi Prezident Vladimir Putinga? Bu doklad Sergey Lavrov Rossiya Federatsiyasining
Tashqi ishlar ministri orqali men Amerika Qo'shma Shtatlarga yetkizilamdikin deb ashunda o'ylab qoldim vatandoshim. Bu tahlilni men sizning oldingizga tashladim, bilguchi Alloh. Neticesi Allah tarafidan belgilensin vatandaş. Lekin men shunday topshirdim. Hozir masala men o'tgan degandim bu dunyoda ikki masala, 3 masala. Birincisi Ukraina meselesi urush maydoni. İkincisi Tayvan. Üçüncüsü Uyg'ur meselesi. Hozir dunyodagi nuqtaliq 3 masala. Hozir bir xabar ko'rdim, rasmiy yolg'onmi? Dastlabki ko'rib qoldim bu xabarni. Hozir Rossiya Krimiyadan urush talash qilmaylar, chekinib chiqib ketib, Qrimni Ukraina qaytarib beradigan bir gap chiqadi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, vaqtda prezident Vladimir Putin bu urushdan yaltaygan bo'ladi, pushaymon qilgan bo'ladi, o'zining xato qilganligini tonigan bo'ladi vatandoshlar. Hozir ham Ukraina vaziyati shu yerda, Tayvan vaziyati bu yerda, Uyg'uriston vaziyati u yerda, qo'shimcha Tibetning vaziyati tog'orasida. Ish mana shunday ketyapti vatandosh. Endi bu ishlar portlab bir yerga chiqib, biz kutib kelayotgan o'zimiz aytib berolmaydigan shunday ish deydigan, aytib berolmaydigan bir ish tayyorlanib kelyapti vatandosh. Agar tong süzülüyotidu, süzükdan, qarong'uliqdan chiqib kelyapti vatandosh.